Yoshim 55 ta. Oxirgi paytda qo'l oyoqda uvishish bezovta qilyapti. Nima qilishni maslahat berasiz? Qo'l va oyoqlar uvishishi tibbiyotda paresteziya deb nomlanadi. Bu asosan 55 yoshdan oshgan bemorlarda qandli diabet kasalligi, grija, osteoxondroz, vitaminlar yetishmovchiligi va tunnel sindromi oqibatida kelishi mumkin. Birinchisi, demak, grija va osteoxondrozda ikkala qo'llar uvishishi boshlanadi. Demak, grijalar masalan bel sohasida kuzatilayotgan bo'lsa, demak oyoqlarda uvishlar kuzatiladi. Qandli diabet kasalliklari bo'layotgan bemorlarimizda asosan qo'l va oyoqlarda uvishish kuchayib ketishi mumkin. Va tunnel sindromi, bu ya'ni asosan panja, kaft sohalarida, ya'ni qo'llarda qo'l uvishlari davomli bo'lishi mumkin. Vitamin yetishmovchiligida esa ko'proq qo'llarda va oyoqlarning uchlarida uvishlar davomli bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda o'zboshimchalik bilan dorilar tavsiya qilinmaydi va kerakli analizlar topshirilishi kerak. Shifokor nevrologga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman.